Salom do'stlar, sizlar bilan Aytab Studio va bu Linux darslarining kursining birinchi darsi. Bu kurs davomida siz Linux operatsion tizimini noldan boshlab o'rganamiz. Birgalikda dasturlarni o'rnatish, tizimni sozlash, terminal bilan ishlash va hattoki Bash shell asosida skriptlarni yozishni o'rganamiz. Lekin boshlashdan oldin keling, avval Linux nima o'zi? Nima uchun ko'p dasturchilar aynan Linuxdan foydalanishadi? Va umuman olganda distributiv Ubuntu va Bash shell degani nimani anglatadi? Shularni haqida gaplashamiz. Linux tarixi va uning g'oyasi. Linux operatsion tizimi Linus Torvalds tomonidan yaratilgan. Uning asosiy g'oyasi ochiq manbali bepul operatsion tizim yaratish edi. Bu g'oya juda tez tarqaldi. Linux atigi bir necha yillar ichida butun dunyoda katta e'tibor qozondi. Bu 1991-yil edi. O'sha paytda asosiy raqib Windows edi. Windows yopiq tizim edi, ya'ni uni ishlatish uchun litsenziya yoki pul to'lash kerak edi. Linux esa aksincha bepul va ochiq manbali bo'ldi. Ya'ni har kim uni o'zgartirishi, yaxshilashi va o'z versiyalarini yaratish mumkin edi. Linus Torvalds hattoki shunday degan: agar dunyoda devorlar bo'lmasa, oynalar ham kerak emas. Bu albatta Microsoftga ishora edi. Linuxning eng katta afzalligi ochiqlik va erkinlik. Birinchisi, u butunlay bepul. Ikkinchisi, uning manba kodi hamma uchun ochiq. Bu degani, agar siz dasturchi bo'lsangiz, Linux yadrosi asosida o'zingizning operatsion tizimingizni yaratishingiz mumkin. Masalan, Windows yoki MacOS da siz faqat dastur yarata olasiz, ammo Linuxda siz butun tizimning o'zini yaratishingiz mumkin. Bu juda katta imkoniyat. Unix oilasi haqida. Linux aslida Unix oilasiga mansub tizim. Unix bu ko'p foydalanuvchi va ko'p vazifali operatsion tizim oilasi. Ya'ni bitta kompyuterda bir vaqtning o'zida bir nechta foydalanuvchi ishlay oladi va har biri o'z terminalida turli jarayonlar bajarishi mumkin. Masalan, Windowsda sizda faqat bitta ekran bor. Unix tizimlarida bir nechta terminal bo'lishi mumkin va har bir terminal alohida ish bajaradi. Qiziq fakt, macOS ham aslida Unix asosida yaratilgan. Shuning uchun u ko'p hollarda barqaror va tez ishlaydi. Linux Windows bilan farqi. Windows ko'proq foydalanuvchilarga qulaylik uchun yaratilgan, lekin u yopiq tizim, ya'ni siz faqat tizim ruxsat bergan narsalarni qilasiz. Linux esa butunlay boshqacha, sizda to'liq erkinlik bor. Siz tizimni o'zgartirishingiz, o'chirish yoki qo'shish, hattoki o'zingizning versiyalaringizni yaratishingiz mumkin. Shu sababli Linux serverlarda, dasturlashda va xavfsizlik tizimlarida juda keng qo'llaniladi. Distributivlar nima? Endi eng qiziqarli joyi distributiv tushunchasi. Linuxning o'zi faqat yadro, ammo turli dasturchilar va jamoalar ushbu yadroni olib, unga turli grafik interfeyslar, dasturlar va sozlamalar qo'shib, o'zlarining tayyor tizimlarini yaratishgan. Mana shu tayyor tizimlar distributivlar deb ataladi. Bugungi kunda minglab distributivlar mavjud. Ubuntu, Minit, Elementary OS, Debian, Arch Linux va yana ko'plab boshqalar. Ba'zilari Windowsga o'xshash qulay interfeysga ega, ba'zilari esa faqat terminal orqali ishlaydi. Masalan, Android ham aslida Linux yadrosi asosida yaratilgan distributiv. Ya'ni siz hozir qo'lingizdagi telefon bilan ham Linuxdan foydalanyapsiz. Nega ko'p serverlarda Linux ishlatiladi? Sababi oddiy, Linux barqaror ishlaydi, xavfsiz, tizimni xohlagancha o'zgartirish mumkin. Windowsda bu jihatdan cheklangan. U oddiy foydalanuvchi uchun juda qulay, lekin server darajasida Linux kuchliroq. Qanday qilib to'g'ri distributivni tanlash mumkin? Hozirgi kunda Linux distributivlari juda ko'p va to'g'risini tanlash hamma uchun bir xil emas. Hammasi sizning maqsadingizga bog'liq. Eng oson yo'li internetdan Linux distributivlari bo'yicha turli reytinglar va taqqoslarni ko'rib chiqish. U yerda har bir distributiv qaysi vazifa uchun yaratilganini, qanday imkoniyatlar borligi va kimlar uchun mosligini tushuntiriladi. Masalan, agar siz Linuxga endi kirib kelayotgan bo'lsangiz va sizga yengil, tushunarli va qulay interfeysga kerak bo'lsa, unda Ubuntu yoki Linux Mint kabi distributivlar eng yaxshi tanlov hisoblanadi. Lekin bu kurs doirasida biz turli distributivlarga sakrab yurmaymiz. Boshlanish uchun men sizga bitta asosiy distributivni tanlash taklif qilaman. Va bu albatta Ubuntu. Aynan Ubuntuni biz kurs doirasida o'rganamiz va barcha amaliy mashg'ulotlarni ham shu distributivda bajaramiz, inshaalloh. Ubuntu haqida. Endi keling Ubuntu distributivini haqida gaplashamiz. Ubuntu dunyoning eng mashhur Linux distributivlaridan biri hisoblanadi. Statistikaga ko'ra 20 milliondan ortiq foydalanuvchi Ubuntudan foydalanadi. Ubuntu juda chiroyli va qulay interfeysga ega. Windowsga o'rganib qolgan foydalanuvchilar uchun ham u juda oson. Ubuntuda siz mishka orqali ko'p narsa bajarishingiz mumkin. Terminal ishlatish majburiy emas, lekin foydali juda. Bundan tashqari Ubuntu doimiy ravishda yangilanib turadi. Yangi funksiyalar, yangi obnovleniyalar.
Ubuntuda yoki boshqa distributivlarda menga yoqadigan tomoni bu operatsion tizim juda kam joyni oladi sistemada, ya'ni operatsion pamitni juda kam joyda turadi. Masalan, hozir 305 gigabayt joyda olib turibdi. Qolgan paytlarda ham ishlatganimda ham juda kam joyda oladi. Ubuntuda boshqa programmalarni, kerakli juda ko'p programmalarni o'zini App Store'da topsa bo'ladi. Mana masalan, video kartaga driver deysizmi, boshqa narsalarmi? Bash shell va bash script nima? Endi eng muhim tushunchalardan biri bash shell. Bu buyruqlarni yozish uchun mo'ljallangan terminal muhiti. Siz bu yerda buyruqlarni kiritasiz va tizim ular orqali harakat qiladi. Masalan, siz fayl yaratish dasturini ishga tushirish yoki internetda narsa yuklashni grafik oynalar orqali ham qilishingiz mumkin, lekin bash orqali bularning barchasi avtomatlashtirish mumkin. Bash script bu script fayl. Unda ketma-ket buyruqlarni yozish mumkin. Masalan, brauzerga kir, saytdan narsani yukla va yuklangan narsani ochib bizga taqdim et. Bitta zaprosda shuni qilsa bo'ladi. Va hozirgi boshlayotgan kursimizda mana shu zaproslarni inshaalloh o'rganamiz. Bugungi darsda hali biz hech narsa o'rganmadik, lekin Linux nima, distributiv nima, bash nima va Ubuntu nima uchun mashhur, shularni bilib o'tdik. Keyingi darsda biz Ubuntuni kompyuterga o'rnatish va uni qanday ishlatishni o'rganamiz. Inshaalloh, agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Yangi darslarni birinchi bo'lib ko'rish uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Ko'rishguncha do'stlar, iTab Studio bilan bo'ling va yangi darslarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.